O'rtalar, assalomu alaykum. Sizlarga chiroyli qilib prepodnitsie qilmoqchi edim, lekin sal o'xshamayapti, chunki ertaga Almataga ketishimiz kerak. Katta komanda bo'lib 17-18 may kunlari grandiozniy aziyatskiy forum bo'lib o'tadi. Dunyoni barcha chekkasidan hamma xodimlarimiz uchib kelyapti. No, не суть. Men aytmoqchi bo'lgan yangiligim men uchun juda ham muhim, chunki bugun men O'zbekiston Respublikasini Valiologlar assotsiatsiyasini guvohnomasini oldim. То есть bugundan boshlab men sertifitsirованный oliy ma'lumotli valiolog-nutritsiologman. То есть sohamni perekvalifikatsiya qildim. Hammasi sizlar uchun. Sizlarga noto'g'ri ma'lumot berishdan qo'rqqan holda men o'qib chiqdim bu soha bo'yicha. O'sha vitamin batlar, sog'lomlashtirish konsepsiyasi, sog'lom turmush tarzini olib borishni endi men oliy ma'lumotli bo'lgan holda sizlarga maslahatlarimni bera olaman. Bemalol ishonsanglar